Assalomu alaykum Begavor. 1 millionlik bellashuv boshlandi. Kesdi do'stim. 1000 gram kelsangiz go'sht hosh taomga sovg'a tariqasida beramiz. Millionni olasiz. Davay. Haqiqiy ustoz odalarning o'g'li, qassob do'stimiz, Yormazor go'sht markazida o'z omadini sinab ko'rish uchun. Ben maslahat do'stlar bilan to'ppa-to'g'ri aytasiz. Ko'payib ketsa olib tashlang. Ben maslahat ko'p bo'lsa aytib turing, nima deyapti? Bitta ish qilamiz. Begovodiylar mard bo'ladi. 1000 gram chiqsa shu go'sht. Go'sht so'g'ich taomga sovg'a tariqasida beramiz, 500 dan beramiz. Bo'laveradi? 500 cho'ntak savol berasiz. Ko'p basmi bitta? Yaxshimi? Nima deyaptilar? Nima deyapti? Bormi? Begovodiylar videoni ko'rib like bosib qo'yasizlar. Yaxshi o'rtam. Voy, malades. To'xtab turing. Yana bitta imkoniyat beramiz. Do'stim, oling go'sht ikkalasini. Bunaqa imkoniyat faqatgina begovodli insonlarga ketdi. Men bundan emas, butunidan olib qo'yasiz. 208 grammini olib qo'ysalar, gap va'da. 500 ming hoji taomga 1 kilo qolgan go'shtdan hoji taomga ketdi. Nima deyapti o'rta? Olg'a Begavod. Voy, yomonmas. Ishtirok uchun rahmat. 1 kilo 28 gramm. Dahshat o'rta.